Assalomu alaykum aziz kitobxon. Sizlar bilan bugun yana uchrashyapmiz. Aziz kitobxonlarim, men mana shu kitobni shunchalik sevib qoldim. Shunchalik yaxshi ko'rib qoldim. O'qigan sayin o'qigim kelyapti. Bu kitobni o'qib qalbimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, Hazrati Aliga, onamiz Fatima onamizga, Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhularga sevgim juda ham kuchayyapti. Hozir Muharram oyi, mana shu sevgini biz kuchaytirishimiz kerak. Ularni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlarini yaxshi ko'rishimiz kerak va sevishimiz kerak. Agar mana shu kitobni men sizlarga qolganlarni ham o'qib bersam, sizlarning ham sevgilaringiz ziyoda bo'ladi va biz ko'pgina savobga qolamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naslining davomchisi Fatima Zahra onamizdir. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng suyukli chechagi edilar. Qalbi ilohiy nur bilan limmo-lim edi. Ishqi ilohiyning otashi bilan qalbiga o't tushgan haq suyuklisi edi. Shoir aytganidek, asillik, sharaf, fazilat va nasab bo'yicha kim ham Fatima Zahro kabi bo'la oladi? Uni shaxsan Alloh boshqalardan ustun va sharafli qilgan. Chunki arablarning va arab bo'lmaganlarning eng xayrlisining qizidir u. Fatima radhiyallohu anhu bu dardlar dunyosida uzoq yashamadi. Qisqa hayoti davomida zimmasidagi vazifani ado etib, 2 jannat chechagiga onalik qildi va ularni insoniyatga arg'umon qildi. Hazrati Oysha radhiyallohu anha validamiz u haqda shunday degandilar. Kunlarning birida Fatima Rasulullohning huzuriga keldi. Ichkariga shunday bir nazokat bilan kirib keldiki, men Allohning rasuli yuryapti deb o'yladim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Fatima mendan bir parchadir. Uni xafa qilgan, meni xafa qilgan bo'ladi. Fatima Zahra radhiyallohu anhu nubuvvat daraxtining eng ulug' mevasi edi. Uning qalbi olmos rangli durlar bilan limmo-lim. Bu yulduz to'la samoning ostida u o'zgacha bir yulduz edilar. Yer yuzi uning yuziday porloq yuz ko'rmadi. Musulmon bog'ida uningdek biror chechak ochilmadi. Mashhur shoir Muhammad Iqbol uni koinot ayollarining eng ustuni sifatida ko'rib, shunday degan. Fatima Zahra radhiyallohu anha inson islom olami ayollari uchun eng mukammal namunadir. Maryam validamiz yolg'iz Hazrati Isoning onasi bo'lgani uchun azizdir. Fatima esa 3 tomonlama aziz va muhtaramdir. Olamlarga rahmat bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zlarining nuridir. U shunday payg'ambarki, yangi bir dinni targ'ib qilish orqali dunyoning muzlab qolgan qalb va jismiga jon berdi, yangi ruh bag'ishladi. Ali karamalloh vajhahu janobimiz shunday bir podshohki, saroyi bir kulbadan, butun mol mulki bor yo'g'i bir qilich va zirhdan iborat edi. U qilichni esa faqat islomni yuksaltirish uchun ishlatardi. U zotdan esa 2 nur, Hazrati Hasan va Hazrati Husayn radhiyallohu anhular dunyoga keldi. Farzandlarning axloqi, fe'li, sadoqat va poklik gavhari onalardan o'tadi. Musulmonlik bog'ining mahsuli bo'lgan Fatima Zahro onalar uchun jamiki mukammalliklar namunasidir. Fatima onamizning qarshisidan biror muhtoj kimsa chiqsa, unga shu qadar ichi achib, yuragi faryod qilardiki, boshidagi ro'molini sotib bo'lsa ham o'sha muhtojning ehtiyojini qondirardilar. Har qanday ishda o'zining xohlaganini emas, umr yo'ldoshini istagini o'ylar va shu istak yo'lida harakat qilardilar. Sabrli, har qanday holatda haqning amriga itoat qilar. Uning hukmiga amal qilib, uning roziligiga erishish uchun bir qo'lida tegirmon aylantirib, ikkinchi qo'lida Qur'on o'qirdilar. Namoz o'qiganlarida ko'z yoshlari etagiga durdek to'kilardi.
Nega Fatima ismi berildi? Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizi Hazrati Fatima radhiyallohu anhuga shunday dedilar: Ey Fatima, senga nega Fatima deb ism qo'yganimni bilasanmi? Fatimai Zahroning iymon nuri yoritgan yuzlarida tabassum paydo bo'ldi. Ey Allohning rasuli, nega bunday ism qo'ygansiz? Chunki Alloh taolo qiyomat kuni senga va naslingga jahannamni yiroq qiladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fatima radhiyallohu anha xursandchiligidan boshi ko'kka yetdi. Fatimaning ma'nosi nima? Hazrati Fatima radhiyallohu anhuning yana bir ismi Zahrodir. Hazrati Fatima inson ko'zini va qalbini yoritgan nurday porloq edi. Muborak yuzlari oy kabi porloq bo'lgani uchun uni Zahro, porloq yuzli ayol derdilar. Nubuvvat daraxtining shoxida yetishgan bu abadiyat g'unchasining yuzi olmos kabi yog'du taratganidan bu nomga musharraf bo'lgandi. Poklik va iffat sadafi Hazrati Oysha radhiyallohu anhu men zimiston kechada Hazrati Fatimaning yuzidan taralgan yorug'likdan foydalanib, ignadan ip o'tkazardim deganlar. U qanday nur, qanday ilohiy yog'du, olamda hech bir nur bunchalar yorug' bo'lmagan. Yana bir rivoyatga ko'ra, hayz va nifosdan xoli bo'lganligi uchun Zahro deb atalgan. Insoniyat huri bo'lgan, zako va nazokat sohibasi Fatimaning laqabi esa Betuldir. Bu erkaklardan batamom uzoq bo'lib, ularga aslo ehtiyoji va istagi yo'q ayol degan ma'noni anglatadi. Haqiqatan Hazrati Hasan va Hazrati Husaynning onalari Betul, otalari esa Qobul deb atalardi. Qobul tabassum qilib turuvchi, go'zal yuzli ma'nosini ifodalaydi. Payg'ambar qizi Hazrati Fatima biror bir namozini qazo qilib o'qimaganligi haqida ham rivoyatlar bor. Beqiyos sevgi. Koinotning yaratilish sababi Allohning habibi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatimani shu qadar yaxshi ko'radilarki, qalblarining jamiki eshiklarini unga batamom ochib qo'ygandilar. Qachonki biror safardan qaytadigan bo'lsalar, to'g'ri masjidga borib 2 rakat namoz o'qir va undan to'ppa-to'g'ri Hazrati Fatimaning ziyoratiga borardilar. Muborak qo'llarini ochib, ko'ngil gavharini bag'rlariga bosar, muborak boshlaridan o'tib, sochlarini hidlaganlaridan so'ng shunday marhamat qilardilar. Men jannat iforini hidladim. Haqiqatan ham Hazrati Fatimai Zahro radhiyallohu anha jannat gullari kabi qalblarga rohat beradigan yaratilish sohibasi edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: kunlarning birida Allohning rasuli Hazrati Ali bilan Hazrati Fatimaning uylarini sharaflantirdilar. Bu paytda Hazrati Ali bilan Hazrati Fatima shirin suhbat qurib, o'zaro kulishayotgan edilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishgach suhbatini ham, kulishni ham to'xtatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radi: "Nega meni ko'rib jim bo'lib qoldingiz?" Dunyo ayollarining sultoni Hazrati Fatima radhiyallohu anha shoshib javob berdi: "Aziz otajonim, Ali aytdiki, Allohning rasuli meni sendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi." Men esa uning gapiga javoban: "Yo'q, Allohning rasuli meni sizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi."